Do'stlar, 6 tish, 8 tish bu qariq hisoblanmaydi. Bemalol olsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari, chorvada yaqinda ish boshlagan do'stlarimiz, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Sizlarga yaxshi bir ma'lumot aytmoqchiman. Qo'ylarni yosh haqida, qo'ylarni qanday tanlash haqida. Birinchi o'rinda qo'y tanlashda nima qilish kerak? Uni sog'lomligiga qarash kerak, yaxshi yeb ichishga qarash kerak. Keyin hozir bozorlarda ko'p duch kelaman yoki dayrikimni yozishadi. 6 tish bo'lgan qo'y ular uchun qariq hisoblanaymiz. U aslo unday emas. Bu 6 tish bo'lgan qo'y o'zi 2,5 yillik qo'y bo'ladi. Uzoq bo'lsa 3 yillik. 2 ta yoki 3 ta tuqqan qo'y bo'ladi. Bu qariq hisoblanmaydi do'stlar. 6 tish, 8 tish bu o'rtacha holat. O'sha 6 tish, 8 tish bo'lgandan keyin ham siz kamida 10 yil qo'y qilsangiz bo'ladi. Kamida. Mani o'zimga bitta voqea bo'lgan. Men 6 tishli qo'ydi bir ukaxonimizga, mana shu videoni ko'rib tursa, kommentiga обязательно yozadi. O'zim tonish ukamizga sotganman. 2019-yil sotuvdim. Yaqinda aytdi, aka dedi, qo'yingiz haligacha turibdi dedi. Aradan necha yil o'tyapti? 7 yil o'tyapti. Men o'sha pilla 6 tish bo'lgan pilla sotgandim. Do'stlar, 6 tish, 8 tish bu qariq hisoblanmaydi. Bemalol olsanglar bo'ladi. Главное, sizlar uni sog'lig'iga qaranglar, yeb ichiga qaranglar. O'sha 6 tish, 8 tishdan keyin ham kamida aytganimdek 10 yil qo'y qilasiz. Sizlar kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'ying. Yaqinda qo'y boqishni boshlagan do'stinglarga videomiz jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.